Telegram hamyonning Toshkentdagi yopiq tadbiriga bordim. Hamyon jamoasi O'zbekistonda ilk marta aksiyadorlar yig'ilishini o'tkazdi. Nimaga aynan O'zbekiston? Birinchi navbatda O'zbekistonda Telegram ishlatmaydigan odam yoki biznesning o'zi yo'q va biz Telegramdagi dunyoning eng yosh va aktiv foydalanuvchilaridan birimiz. Tadbirni Telegram hamyonning O'zbekiston bo'yicha mintaqaviy direktori Diyor Muhammedov boshlab berdi. Tadbirda aytilishicha, hamyonning maqsadi har bir o'zbekistonlikni investorga aylantirish ekan. Shaxsan men Telegram hamyon va Ton blokcheynidan uzoq vaqtdan beri faol foydalanib kelaman. O'zbekistondagi rasmiy kripto xizmatlarini ham aynan Telegram hamyon taqdim qiladi. Endi esa Telegram hamyon orqali dunyoning eng mashhur kompaniyalari Apple, Amazon, Tesla aksiyalarini sotib olish mumkin. Barchasi aksiyalar qiymatini ta'minlovchi tokenlar orqali amalga oshiriladi. Eng asosiysi hech qanday hujjatbozlik va brokerlarsiz qonuniy investor bo'lishingiz mumkin. Bu uchun Telegram sozlamalaridan hamyonni tanlab, undan ro'yxatdan o'ting va aksiyalar bo'limida o'zingizga kerak aksiyani sotib oling. Hamyon interfeysida o'zbek tili ham bor. Foydalanishda qiyinchilikka uchramaysiz.